Assalomu alaykum hurmatli ishtirokchilar. Bugungi mavzu APEMP amaliyoti. Kod misollari, scalability muammolari va profiling. APEMP texnologiyasi zamonaviy ko'p yadroli arxitekturalarda parallel dasturlash jarayonini soddalashtiruvchi samarali vosita hisoblanadi. Ushbu yondashuv kompilyator direktivalari orqali kodga minimal o'zgarish kiritgan holda parallelizmni joriy etish imkonini beradi. Amaliy kod misollari yordamida APEMP direktivalarining vazifasi, ularning hisoblash samaradorligi va ijro vaqti qisqarishiga ta'siri tahlil qilinadi. Shuningdek, parallel dasturlarda scalability muammolari, iplar orasidagi yuklamaning nomutanosiblig'i va sinxronizatsiya kechikishlari kabi omillar ko'rib chiqiladi. Profiling vositalari esa dastur samaradorligini baholash va uni optimallashtirishning ilmiy asoslangan metodlarini taqdim etadi. APEMP parallel dasturlash uchun samarali sanoat standarti bo'lib, ko'p yadroli protsessorlarda dastur bajarilishini parallelizatsiya qilishni soddalashtiradi. Uning asosiy tushunchalari, jumladan pragma direktivalari, dasturchilarga ketma-ket kodni minimal o'zgarishlar bilan parallel kodga aylantirish imkonini beradi. APEMP yordamida ishlab chiqilgan dasturlar samaradorligini oshirish uchun amaliy kod misollari orqali yondashuvlar va texnikalarni chuqurroq o'rganish mumkin. Bu esa parallel hisoblash jarayonlarini yanada samarali va qulay boshqarishni ta'minlaydi. APEMP ko'p yadroli protsessorlarda parallel dasturlash uchun keng qo'llaniladigan sanoat standarti bo'lib, Ch hamda Fortran dasturlash tillarini qo'llab-quvvatlaydi. Pragma OMP Parallel va Pragma OMP4 kabi direktivalar yordamida oddiy ketma-ket bajariluvchi kodlarni minimal o'zgarishlar bilan parallelizatsiya qilish mumkin. Ushbu texnologiya dasturchilarga katta hajmdagi hisoblash vazifalarini samarali taqsimlash va tezkor bajarishni ta'minlash imkonini beradi. Natijada hisoblash jarayonlari samaradorligi oshib, zamonaviy ko'p yadroli tizimlardan to'liq foydalanish imkoniyati yaratiladi. Kod misolida Pragma OMP Parallel 4 direktivasi sikl iteratsiyalarini iplar o'rtasida taqsimlaydi. Har bir ip o'ziga xos indeks diapazoni bilan ishlaydi. O'zgaruvchilarni to'g'ri aniqlash muhim. Sharit o'zgaruvchilar umumiy, private o'zgaruvchilar esa shaxsiy. Sinxronizatsiya sikl oxirida avtomatik amalga oshadi. Bu esa kodning to'g'ri bajarilishini ta'minlaydi. Parallel for siklining ichki mexanizmi master ip tomonidan bir nechta ishchi iplarning ishga tushirilishi bilan boshlanadi. Masalan, 100 iteratsiyadan iborat sikl va 4 ip mavjud bo'lsa, har bir ipga taxminan 25 iteratsiya taqsimlanadi. Har bir ip o'zining mustaqil stek xotirasiga ega bo'lsa-da, ular umumiy xotiraga kirish imkoniyatiga ega, bu esa ma'lumot almashish va sinxronizatsiyani muhim qiladi. Shu sababli samarali parallel hisoblash uchun xotira boshqaruv va iplararo koordinatsiya mexanizmlari muhim ahamiyat kasb etadi. Scalability muammolari parallel dasturlash jarayonida tezlik va samaradorlik oshishiga to'siq bo'lishi mumkin. Resurslar soni oshirilganda kutilgan darajada samaradorlikka erishilmasligi natijasida hisoblash samaradorligi pasayadi. Bunday holatlar ko'pincha sinxronizatsiya overheadi, ma'lumot almashish kechikmalari yoki yuk taqsimotidagi nomuvofiqliklardan kelib chiqadi. Scalability muammolarini aniqlash va samarali hal etish parallel dasturlarni optimallashtirish hamda mavjud resurslardan maksimal darajada foydalanishni ta'minlash uchun muhim ahamiyatga ega. Bu esa yuqori samarali hisoblash tizimlarining ishlash sifatini oshiradi. Scalability bu dasturning qo'shimcha hisoblash resurslari qo'shilganda samaradorlik darajasini o'lchovchi muhim ko'rsatkichdir. Ideal holatda, masalan, 4 ip yordamida dasturning bajarilish vaqti 4 barobar kamayishi kutiladi, ya'ni samaradorlik 100 bo'ladi. Ammo amaliy tajribalarda odatda 70 atrofida samaradorlikka erishiladi. Speedup ko'rsatkichi speedup T1 bilan ifodalanadi. Bunda T1 bitta ipdagi bajarilish vaqti, T ipdagi bajarilish vaqti. Efficiency esa speedupning iplar soniga nisbati sifatida hisoblanadi. Efficiency speedup 100. 70-85 samaradorlik yuqori sifatli natija hisoblanadi.
Parallel region overhead va yomon yuk taqsimoti scalability muammolarining asosiy sabablari hisoblanadi. Iplar yaratish va tugatish vaqt talab qiladi. Bu esa resurslarni ajratishni talab etadi. Yomon yuk taqsimoti esa ba'zi iplarning boshqalarga qaraganda ko'proq ishlashiga olib keladi. Ma'lumot almashinuv va seriyali kod qismlari ham samaradorlikni cheklaydi. Profiling dasturning bajarilishi davomida metrikalarni yigish va tahlil qilish orqali scalability muammolarini aniqlashda muhim rol o'ynaydi. Intel Ftune Profiler kod qismlarining bajarilish vaqtini va iplar faolligini tahlil qiladi. Oracle Studio Analyzer APM dasturlarini tahlil qiladi. AMP vositasi esa overhead va sinxronizatsiya muammolarini aniqlashda yordam beradi. Ideal va haqiqiy tezlashish o'rtasidagi farqni tushunish parallel hisoblash samaradorligini baholashda muhim ahamiyatga ega. Ideal holatda iplar soni 2 baravar oshganda, bajarilish tezligi ham 2 baravar oshishi kutiladi. Ammo kichik hajmdagi masalalarda parallelizatsiyaning boshqaruv overheadi tufayli tezlik kamayishi mumkin. O'rta o'lchamdagi masalalarda sinxronizatsiya va yuk taqsimoti, load balancing muammolari samaradorlikni cheklaydi. Eng samarali parallelizatsiya esa katta hajmdagi hisoblash masalalarida kuzatiladi, chunki ularning hisoblash yukini samarali taqsimlash va boshqarish imkoniyati yuqoriroq bo'ladi. Profilingning asosiy maqsadi dastur bajarilishidagi eng ko'p resurs talab qiladigan, ya'ni og'ir bo'laklarni aniqlash va ularni optimallashtirish imkoniyatlarini yaratishdir. APM dasturlari uchun profiling jarayoni parallel bajarilayotgan kod segmentlari, sinxronizatsiya nuqtalari hamda iplar o'rtasidagi muvofiqlashtirish mexanizmlarini batafsil tahlil qilishni talab qiladi. Ushbu tahlil natijalari dastur samaradorligini oshirish va parallelizatsiyaning samarali bajarilishini ta'minlash uchun muhim bo'lib, hisoblash jarayonlaridagi muammolarni aniqlash va ularni bartaraf etishga yordam beradi. Profilingni amalga oshirish uchun dastur maxsus flaglar bilan kompilyatsiya qilinadi. Masalan, flag debug ma'lumotlarini qo'shadi. Keyin dasturni profiling vositasi ostida ishga tushirish kerak. Masalan, map profili miprogram. Profiler dastur bajarilishi davomida metrikalarni yigadi va saqlaydi. Yigilgan ma'lumotlar vizual ko'rinishda tahlil qilinadi, muammolar aniqlanadi. Parallel regionlarni birlashtirish orqali overheadni kamaytiring. Pragma AMP parallel ichida bir nechta Pragma AMP 4 dan foydalaning. Novite klauzasi bilan sinxronizatsiyani olib tashlang. Schedule, static, schedule, dynamic yoki schedule, guided dan to'g'ri tanlang. Private o'zgaruvchilarni ko'paytiring. Har bir o'zgarishdan keyin profiling qiling va natijalarni taqqoslang. APM'ning noto'g'ri qo'llanilishi ko'pincha dastur samaradorligining pasayishiga olib keladi. Oracle Linux Engineering guruhi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ko'plab dasturchilar APM direktivalarini noto'g'ri va tasodifiy joylashtiradi hamda profiling jarayonini muntazam amalga oshirmaydi. Natijada parallel dasturlarning bajarilish tezligi sezilarli darajada pasayadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun to'g'ri parallelizatsiya strategiyalarini qo'llash va muntazam profiling asosida kodni optimallashtirish zarur. Bu yondashuv APM dasturlarining samaradorligini maksimal darajada oshirishga imkon beradi. APM'ning noto'g'ri qo'llanilishi ko'pincha dastur samaradorligining pasayishiga olib keladi. Oracle Linux Engineering guruhi tomonidan o'tkazilgan tadqiqotlar shuni ko'rsatdiki, ko'plab dasturchilar APM direktivalarini noto'g'ri va tasodifiy joylashtiradi hamda profiling jarayonini muntazam amalga oshirmaydi. Natijada parallel dasturlarning bajarilish tezligi sezilarli darajada pasayadi. Ushbu muammolarni bartaraf etish uchun to'g'ri parallelizatsiya strategiyalarini qo'llash va muntazam profiling asosida kodni optimallashtirish zarur. Bu yondashuv APM dasturlarining samaradorligini maksimal darajada oshirishga imkon beradi.